Aholimiz tomonidan Uzbekistan Airways bosh prokurorning mamlakat davlat havola xizmati. Assalomu alaykum. Ochig'ini aytish kerak, keyingi yillarda mamlakatimizda shaharsozlik sohasini takomillashtirish va shaharsozlik faoliyati obyektlarining seysmik xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar qilinmoqda. Holbuki dunyoning turli mamlakatlarida sodir bo'layotgan kuchli zilzilalar, buning natijasida yetkazilayotgan zararlar ko'lami mamlakatimizda seysmik xavfsizlikni ta'minlashga hamda bino va inshootlarning zilzila bardoshliligini oshirishga qaratilgan bir qator manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilishini talab etmoqda. Xususan, bino va inshootlar qurish hamda ta'mirlashni amalga oshiruvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirish, shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan talablarga qat'iy rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirish zarurati yuzaga kelyapti. Shundan kelib chiqqan holda seysmik xavfsizlikni ta'minlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Mazkur hujjat bilan shaharsozlik qoidalarini buzib, noqonuniy qurilish olib borgan yoki xavfli o'zgartirishlar qilgan shaxslarga nisbatan javobgarlik choralari kuchaytirildi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga binolar va inshootlardan foydalanishga doir ruxsatnoma berish hamda ularni foydalanishga qabul qilib olish qoidalarini buzganlik, shaharsozlik sohasidagi vakolatli davlat organlarining ruxsatsiz obyektlarini qurganlik, qonunchilikni buzgan holda ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarni o'zgartirganlik yoki rekonstruksiya qilganlik, shuningdek binolar va inshootlarni aholi punktlarining tasdiqlangan bosh rejalarini, ularni rejalashtirish va qurish loyihalarini buzgan holda loyihalashtirganlik, rekonstruksiya qilganlik va qurganlik uchun javobgarlik yuzaga kelishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritildi. Bunda jinoiy javobgarlik aybdor shaxslar ushbu huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka tortib bo'lingandan keyin yuzaga keladi. Odam o'lishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lgan tarzda shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilandi. Shuningdek, qonunchilikni buzgan holda ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarni o'zgartirish yoki rekonstruksiya qilish bilan bog'liq jinoyatni birinchi marta sodir etgan hamda amalga oshirilgan o'zgartirish yoki buzilishlarni, shuningdek, ularning oqibatlarini ixtiyoriy ravishda bartaraf etgan shaxs javobgarlikdan ozod etilishi mumkinligi nazarda tutildi. Bordi-yu loyiha tashkilotlarining mualliflik nazoratini amalga oshirish doirasida beriladigan ko'rsatmalarni buyurtmachilar bajarmasa, shuningdek, ekspert tashkilotlarning shaharsozlik hujjatlariga doir ijobiy xulosalarsiz obyektlar quriladigan bo'lsa, buning uchun ham javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, shaharsozlik sohasidagi qoidabuzarliklar uchun solinadigan jarimalar miqdorini ko'paytirish ham nazarda tutildi. Xususan, qurilishi tugallangan bino va inshootlarni foydalanishda ruxsatnoma berish hamda ularni foydalanishga qabul qilish qoidalarini buzish, bordi-yu shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yildi. Obyektlarni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyalarining ruxsatnomasiz qurish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutildi. Ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarni qonunchilikni hamda texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni buzgan holda o'zgartirish yoki rekonstruksiya qilish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilyapti. Shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq bino va inshootlarni yoki boshqa obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashga taqiq va cheklovlar belgilangan zonalarda ushbu ishlarni bajarish yoki aholi punktlarining tasdiqlangan bosh rejalariga, ularni rejalashtirish va qurish loyihalariga zid ravishda, ya'ni bosh rejalarda nazarda tutilmagan bino va inshootlarni loyihalashtirish, rekonstruksiya qilish va qurish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolanishiga sabab bo'lmoqda.
Davlat muhofazasiga olingan moddiy madaniy meros, ko'chmas mulk obyektlarining qo'riqlanadigan tegralarida, alohida muhofaza qilinadigan tarixiy madaniy hududlarda, shu jumladan o'zining tarixiy madaniy qimmatiga ko'ra umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan hududlarda va ularning qo'riqlanadigan tegralarida moddiy madaniy meros obyektlari hisoblanmagan binolar, inshootlar hamda boshqa obyektlarni belgilangan tartibda ruxsatnoma olmasdan qurish yoki buzish. Shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishiga olib keladi. Ushbu moddaning 5 qismlarida nazarda tutilgan harakatlar odam o'lishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs agar u ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarning amalga oshirilgan o'zgartirishlarni yoki ularni rekonstruksiya qilish tufayli yo'l qo'yilgan buzilishlarni, shuningdek ularning oqibatlarini ixtiyoriy ravishda bartaraf etsa, javobgarlikdan ozod etiladi. Shuningdek, shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikni buzish bo'yicha loyihalash, qurilish, montaj ishlari bajarilayotgan talablarni buzish, shuningdek qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish hamda yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish, inspeksiyalarning ko'rsatmalarini bajarishdan qasddan bo'yin tovlash yoki o'z vaqtida bajarmaslik fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari, mansabdor shaxslarga esa 70 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari, mansabdor shaxslarga esa 150 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ta'kidlash kerakki, ushbu holatda 300 kub metrdan ortiq bo'lmagan, yashash uchun mo'ljallanmagan joylar hamda so'kilni hisobga olmagan holda 2 qavatdan yuqori bo'lmagan, balandligi yer yuzasidan 12 metrdan yoki umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan ortiq bo'lmagan yakka tartibdagi uy-joy qurilish obyektlari bundan mustasno. Loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachiga qurilish montaj ishlari davomida loyihaga muvofiq beriladigan majburiy ko'rsatmalarni to'liq bajarmaslik fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari, mansabdor shaxslarga esa 70 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Binokorlik materiallari, konstruksiyalari va buyumlarni ishlab chiqarishda texnik reglamentlar talablarini buzish mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravari miqdorida jarima solishga asos bo'ladi. Ushbu normalar qonunda keltirib o'tilgan ayrim jihatlar edi. Mazkur hujjat rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kirishi nazarda tutilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xalqimiz tomonidan Biznes ombudsman. O'zbekiston O'zbekiston Airways bosh prokurorning mamlakat davlat havola xizmati